Oyi, oyijon, men Telegramdagi o'yindan iPhone yutib oldim. Telegramda qanday qilib? Ishqilib maktab majlislarda aytilayotgan haligi ko'k kitmitlar emasmi? Yo'q, unaqa yomon o'yin emas. O'rtog'im menga Telegramdan yubordi. Havola orqali kirsam, savollari oson ekan. Men savollarga to'g'ri javob berdim va tabriklaymiz sizni. Hamma savollarga to'g'ri javob berdingiz. Siz iPhone 12 qo'l telefonini yutib oldingiz degan xabar keldi. Voy, qandoq yaxshi o'g'lim. Oldin eski telefoningda ma'lumotlardan unchalik foydalana olmas eding. Ana endi yangi telefoningdan internetdan foydalana olishing mumkin. Bolam, bilasanmi, juda ham xursandman. Birinchidan, seni juda aqlliligingdan, ikkinchidan telefon yutib olganingdan. Oyjon, sovg'ani olishimiz uchun 100 ming so'm pulni bitta hisob raqamiga o'tkazishimiz kerak ekan. Tanimagan, bilmagan odamni kartochkasiga qanday qilib pul tashab beramizmi? Oyjon, atiga 100 ming so'm dedim-ku. Xo'p, pulni ham o'tkazdik deylik, lekin sovg'ani biz qanday qilib olamiz? So'radim oyjon, pulni o'tkazgan kunimiz sovg'ani olib kelishar ekan. Unday bo'lsa, o'rtog'ingdan borib so'rachi. U ham o'yin o'ynab yutug'ini qanday olgan ekan? Oyjon, xo'p, so'rab kelaman hozir. Oyjon, so'radim do'stimdan. Do'stim ham opasini plastik kartasini raqamini aytgan ekan, hamma pullarini yechib, aloqani uzib qo'yishibdi. Yo'q, iPhone telefon o'zi juda qimmat telefon. Uni Telegramda savol-javob o'yini uchun sovg'a qilishni kimga keragi bor ekan deb shubhaga borib yurgandim. Arzimagan narsalar uchun aldanib qolish hech gap emas ekan. Har bir ma'lumotni doimo tekshirib turish kerak ekan, o'g'lim. Shubha uyg'otdimi? Ma'lumotni tekshir. Media savodxonlik o'shandan boshlanadi.